uzoq kutilgan seminarimiz mana yetib keldi. Vyetnamda, Phuket orolida hozir seminarimiz o'sha yerda bo'lib o'tadi. Bu yerda eksklyuziv ma'lumotlar bilan juda qiziq temalarda suhbat qilib boramiz. Yana kvartira, просто nagruska ham bildik kvartirada. Klient nima desa, prям konkretno. Mana bugun Vyetnamdamiz. Vyetnamda bugun 2-kun Nura Group seminar o'tkazyapti. Seminarda qiziqarli ma'lumotlar bo'lib o'tyapti. Hamma o'ziga kerakli ma'lumotlarni olyapti. Hamma maza qilyapti. Havo, atmosfera zo'r. Nura Group kompaniyasi bilan ikkinchi bor safarga chiqishimiz. Birinchi Xitoy bo'lgan, ikkinchisi mana Vyetnamda. Bugun ikkinchi kun, hozir seminarlar zo'r o'tyapti. Kerakli mahsulotlar o'zimizga o'rganyapmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bunaqasi bo'lmagan, ayniqsa bizani sohada Vyetnamga kelib seminar uyushtirish bu birinchi marta deb bilaman. Nura Group tomonidan tashkil etilgan sayohat seminarlar mana zo'r o'tyapti. Futbolkamizdagi o'z ishini ustalari, ya'ni 30 dan ortiq mutaxassislar bilan hozirda Vyetnamda ikkinchi kun Chinda yangi mahsulotlar bilan tanishib va hamkasblar bilan o'zaro fikr almashuvlar bo'lib o'tdi.